Tasavvur qiling, hozir qilayotgan ishingizni, misol uchun, hozir nima ish qilayotgan bo'lsangiz, aynan shu narsani doimiy takrorlasangiz, 5 yildan keyin qayerda bo'lasiz? O'zingizni orzuyingizdagi hayotingizga erishasizmi? O'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz ushaladimi? Juda qo'rqinchli savol. Ko'pchilik bu haqida yoki o'ylab qoladi yoki bu narsa haqida o'ylasa o'zi qo'rqib ketadi. Nima uchun? Kelajak haqida ko'pchilik nimaga o'ylaganda qo'rqadi? Menimcha buni javob bitta, sababi bu mavhumlik. Ya'ni insonlar kelajakda nima bo'lishini bilmaydi. Inson o'zi shunaqaki, ya'ni o'zi bilmaydigan, o'zi tushunmaydigan narsalardan odatda qo'rqishadi. Lekin bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hayotingizni bundan keyingi qismiga ancha strategik yondashishni boshlaysiz va bu juda ko'p narsalarni hal qiladi. Kelajakni oldindan bilish imkoniyati yo'q. Bitta narsani bilishimiz kerak. Bu videoning asosiy mazmuni nima? Kelajakni oldindan bilish imkoni, bashorat qilish imkoni yo'q, lekin kelajakni boshqarish imkoni bor. Ya'ni hozirgi vaqt bilan. Shu bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, endi savol, kelajakni qanaqa qilib boshqarish mumkin? Ko'pchilikning orzulari bor, maqsadlari bor va hokazo, lekin juda ko'p insonlar bilan gaplashaman. Hozirgi qilayotgan ishlari uni kelajakda o'zini oldiga qo'ygan maqsadiga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu harakat bilan ketib, u maqsadga erishish imkoniyati yo'q. Asosiy muammo shunda. Meni oldimga ham juda ko'p insonlar kelishadi, shogird tushaman deyshadi, ishga oling deyshadi va hokazo. Nima natijaga erishmoqchisan? Nima maqsading bor desam, endi aynan moddiyat jihatdan gaplashadigan bo'lsak, ko'pchilikda o'sha $3000 topsam bo'ldi, men $3000 topsam zo'r bo'lardi, mening maqsadim shu yoki $5000 topish mening orzuyim va hokazo deyshadi, lekin miyada kara bilan alfavitdan boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni qo'ldan bir ish kelmaydi. O'sha $5000 qiymat beradigan biror narsasi yo'q qo'lda. Eng katta muammo shu aslida. Ya'ni bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Biza qilayotgan qarorlarimiz, biza qilayotgan harakatlarimiz bo'ldi. Mana shu narsa kelajak. Ya'ni siz hozir qanaqa qaror qabul qilgan bo'lsangiz, bo'ldi, kelajakni siz o'zingiz belgilaysiz. O'shaning uchun ham kelajakka qarab mavhumlik ko'rish, bu bilmadim, buning uchun miya bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Insonda kelajakka qarab hech narsa ko'rmayotgan inson katta ehtimol bilan hozir nima ish qilayotganini o'zi ham tushunmaydi deb hisoblasa bo'ladi. Ya'ni agarda inson hozir nima ish qilayotganini, qanaqa qaror qabul qilish kerakligini biladigan bo'lsa, demak kelajakda qanaqa natijalarga erishish mumkinligini ham oldindan bila oladi. Agarda siz kelajakda $1,000,000 topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bo'ldi, demak siz hozir qilishingiz kerak bo'lgan ish bitta. O'sha $1,000,000 topgan inson bilan borib gaplashish. Bo'ldi, qolgan hammasi u ikkinchi darajali narsalar. Siz birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'sha insonni topish va o'sha inson bilan gaplashish. Buni qanaqa qilish mumkin? Men bilmayman qanaqa qilish mumkinligini, lekin shu narsani qilish shart. Ya'ni agarda siz shu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, qayerdan u $1,000,000? O'zidan o'zi kelib qoladigan narsa emas u. Masala shunda, ya'ni bizni ba'zida sal haqiqat achchiq bo'lishi mumkin. Qilayotgan harakatlarimizga sal chuqurroq e'tibor berishimiz kerak deb hisoblayman. Yaqinda shu bo'yicha Stanford universitetining tadqiqotini o'qib qoldim. Bir to'da insonlarni jamlashgan, 30 kishi, 40 kishini jamlashganda, ularni kelajakdagi o'zini sun'iy avatari bilan gaplashtirishgan, suhbat qildirishgan. Ya'ni deylik, birortasi buxgalteriya sohasida ishlayotgan inson bo'lsa, taxminan shu sohada, shu kompaniyada ishlab 20 yildan keyin qanaqa holatda bo'ladi? Taxminan. O'sha avatarni olishganda, o'sha bir-biri bilan yuzlashtirishgan. Juda ham qiziq holat bo'lgan. Endi bu insonlar qarorlarini ancha o'ylab, aqlliroq qaror qabul qilishni boshlagan. Ya'ni qarorlarda, harakatlarda ijobiy kuzatishlar boshlangan. Bu yoqda bu tadqiqotda biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Ya'ni bizni o'zimizni 30 yildan keyingi, 20 yildan keyingi holatimizni ba'zida bir begona insondek qabul qilamiz. Ya'ni 20 yildan keyin nima bo'ladi, kim biladi, uni oldindan bilish imkoniyati yo'q deymiz. Yo'q. Bilish imkoniyati bor. Bizni 20 yildan keyingi o'zimizni begona inson sifatida qabul qilishimiz kerak emas. 20 yildan keyingi inson ham u biz, ya'ni bizani kelajakdagi versiyamiz. Agar yashaydigan bo'lsak, o'sha yoshgacha albatta u insonni qancha o'zimizga yaqin do'st sifatida qabul qilsak, qarorlarimizda ijobiy tomonlama o'zgarishlar boshlanadi. Ya'ni shu narsani tadqiqot kursida bergan. Va bu bilan yana bir marta amin bo'lsak bo'ladi, bizning hozirgi holatimiz kelajagimizni sekin-sekin shakllantirish boshlaydi. Bu narsa rasmiy ham bor edi, adashmasam qayergadir chiqarib qo'yamiz. Shuni birinchi o'rinda biz qabul qilishimiz kerak. Xulosa nimada? Formula bitta. Biz hozir qanaqa qaror qabul qilayotgan bo'lsak, shu narsa bizning 5 yildan keyingi, 10 yildan keyingi holatimizni belgilab beradi. Endi savol, xo'p, demak biz hozirgi qarorlarimiz, hozirgi harakatlarimiz bizning kelajagimizni belgilab berar ekan.
Biz ko'proq nimalarga ahamiyat berishimiz kerak kelajakda muvaffaqiyatliroq bo'lish uchun degan savol bor. Xo'p, bu bo'yicha men o'zim 4 ta omil yozib chiqdim. Men har kuni oylik oborotlari $1,000,000 bir necha million dollardan oshiq bo'lgan biznes egalari bilan juda ko'p gaplashaman. Shulardan yig'gan xulosalarim bo'yicha shu 4 ta omilni yozdim. Menimcha ko'pchilik uchun manfaatli bo'lsa kerak. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu 4 ta omilga kim ko'p e'tibor beradigan bo'lsa, kelajakda muvaffaqiyatga erishish ehtimoli nisbatan ancha yuqoriroq bo'ladi. Demak, birinchi omil haqida gaplashamiz. Birinchi omil bu to'g'ri maqsad qo'ya olish. O'zi maqsad nima? Maqsad kompasga o'xshatsak bo'ladi. Maqsad ya'ni qaysi tomonga ketishimiz kerakligini belgilab beruvchi bir instrument sifatida qarashimiz kerak. Ko'pchilikda maqsad qo'yishda xatolik bor. Men o'zim mana shu ikkita xatolikni ko'raman. Birinchisi bu juda ko'p maqsad qo'yish. Bu narsani men noto'g'ri deb hisoblayman. Men o'zim qanaqa texnikani ishlataman, har doim menda ishlaydi. Shuning uchun aytayman, bu narsani maqsadlarni haftalikka va oylikka bo'lib olish kerak. Birinchi masala oylikka bo'linadigan bo'lsa, mana shu oyda men mana shu 5 ta narsani hal qilishim kerak degan maqsadni oldinga qo'yish kerak bo'ldi. Yoki bo'lmasa haftalikka qo'yiladigan bo'lsa, men mana shu haftada mana shu 3 ta narsani hal qilishim kerak yoki mana shu 3 ta natijaga erishishim kerak deb qo'yish kerak bo'ldi. Nimaga? Sababi qancha oldinga maqsadlar ko'p qo'yiladigan bo'lsa, unga erishish ehtimoli juda ham pasayib ketadi. Kullida ham xuddi shunaqa. Men o'zim kulli maqsadlarni ham doim qo'yaman, lekin unda ham ko'p maqsad qo'yib tashlamayman. Asosan 2-3 ta maqsad qo'yaman, lekin u ham misol uchun mayda-mayda maqsadlar bo'lmaydi. Masalan, ishxonaga kelib men bu inson bilan gaplashib olishim kerak. Ishxonaga kelib men bu insonga yozib qo'yishim kerak Telegramda degan maqsadlar emas. Umumiy katta maqsadlarni qo'yaman, kulli maqsadlarni ham va men o'zim bir kun davomida bajara olishimga ishongan maqsadlarni qo'yaman. Ko'pchilikda shunaqa narsa bor, ular o'zi ham ishonmaydi shu bir kun davomida mana shu narsalarni hal qilishga. Ya'ni 6 ta, 7 ta, 8 ta maqsad qo'yishadi, lekin o'zi ham ishonmaydi. U narsani qila olmasligini biladi, lekin shu narsani qo'yib qo'yadi. Bu noto'g'ri narsa. Men 3 ta qo'yildimi, bo'ldi. Mana shu 3 tani bajarib keyin uyga ketish tarafdoriman. Yoki haftalikda olib qaraydigan bo'lsak ham, haftalikka mana shu 3 ta qo'yilgan oldingi vazifani bajarish shart. Haftalikka qo'yiladigan vazifalar endi u kunlikdan ham nisbatan ancha kattaroq maqsadlar bo'ladi. Endi ikkinchi xato haqida gaplashadigan bo'lsak, bu aniq o'lchash imkoni yo'q bo'lgan maqsadlarni qo'yish. Masalan, ba'zilar oldiga maqsad qo'yadi. Men endi sog'lom turmush tarziga o'taman degan maqsad. Yo'q, unaqa maqsad yo'q. Unaqa maqsadga erishilmaydi. U maqsad вообще yo'q unaqa maqsad. Raqamga o'girish kerak. Ya'ni men sog'lom turmush tarzida yashayman emas, men har kuni deylik, bilmayman, boshlanishiga 3000 qadam kuniga yurishim kerak yoki 2000 qadam boshlanishiga kuniga yurishim kerak. O'zi odam har kuni o'rtacha 7000 qadam yurish kerak. O'shanda sog'lom holatda bo'ladi. O'shanda boshlanishiga, masalan, 2000 qadam yurishim kerak. Bo'ldi. Har kuni men 2000 qadam yurishim kerak degan maqsad bu to'g'ri maqsad hisoblanadi. Ya'ni maqsad raqamda bo'lishi shart. Ya'ni siz qachon bajarganingizni, qachon bajarib bo'lishingizni aniq bilishingiz kerak. Agarda u narsani aniq bilmasangiz, u narsaga harakat ham qilmaysiz, qanaqa qilish kerakligini ham tushunmaysiz. Deylik, misol uchun o'sha sog'lom hayotga o'tish, ko'pchilik tushunmaydi u narsani. Juda ko'pchilikni qo'rqitadi bu narsa, qaror qabul qilish. Qaror qabul qilishdan aslida qo'rqmaslik kerak. Prosta qo'rqmaslik kerak desam, bu tushunmasligi mumkin. Ko'pchilik kelinglar analiz qilamiz uni o'rniga. Ya'ni insonni hayotini o'zgartiradigan o'zi sanoqli qarorlar bo'ladi. Deylik, o'tgan yilni analiz qilib ko'raylik. Mana o'tayotgan 2025-yilni analiz qilib ko'raylik. Agarda hayotingizda katta o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, demak, bu maksimal 5 ta yoki 6 ta qaror bo'lishi mumkin yoki 3 ta 4 ta bo'ladi. Ya'ni insonni hayotini o'zgartiradigan qarorlar soni o'zi aslida unaqa ko'p bo'lmaydi. Unaqa 20 ta 30 ta unaqa qaror bo'lmaydi. 3 ta 4 ta qaror bo'ladi. Bizani maqsadimiz mana shu 3 ta 4 ta qarorlar sonini 7 ta 8 ta 9 tagacha oshirish. Ya'ni biza qaror qabul qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Endi qaror qabul qilish bilan ish bitmaydi, albatta. Intizom degan masala bor. Ko'pchilikda qaror qabul qilgandan keyin bo'ldi hal bo'lib ketadi deb o'ylashadi. Yo'q, intizom degan masala ham bor. Endi bu narsaga bilmadim. Bu inson intizomli bo'lishi uchun unga nima kerakligini men bilmayman. Menda o'zi qanaqa ishlaydi? Men kelajagim haqida ko'p o'ylaganim uchun intizomli bo'lishim mumkin. Masalan, agarda sizda shu intizom yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan kelajagingizga qanchalik bu intizomsizlik ta'sir o'tkazishini balki siz tushunmassiz hali.
Bu narsani tushunib yetish kerak. Balki bu videodan keyin tushunarsiz. Yoki sizga bilmadim, motivatsiya kerakdir intizomli bo'lishingiz uchun, lekin bu ishlamaydigan texnika deb hisoblayman. Ko'pchilik aytadi, motivatsiya постоянно bo'lsa, odam intizomli bo'ladi, hamma narsani hal qiladi deb aytishadi. Men ishonmayman u narsaga. Intizomli bo'lish uchun qo'rqish kerak deb hisoblayman. Menda shunaqa ishlaydi. Ya'ni aytdim-ku, men kelajagimga hozirgi qilayotgan intizomsizligim qanchalik yomon ta'sir o'tkazishini bilganim uchun, bu narsadan qo'rqqanim uchun balki intizomli insondirman. Men o'zimni intizomli insonman demayman, lekin qaysidir insonlardan ko'ra intizomliroqdirman. Aynan shu masalada. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi o'rinda inson qo'rqish kerak. Intizomli bo'lishingiz uchun mana sizga zo'r lifehack, siz qo'rqishingiz kerak birinchi o'rinda. Balki o'shanda qilayotgan ishlaringizga nisbatan ko'proq e'tibor berasiz, ko'proq harakat qilishni boshlaysiz, ko'proq mehnat qilishni boshlaysiz. Bu ikkinchi omil, qaror qabul qilish. Qaror qabul qilingandan keyin intizomni ham joyiga qo'yish kerak. Inson intizomli bo'lishi uchun mani versiyam qo'rqish kerak. Atrof muhitdagi insonlar qanday ta'sir o'tkazadi? Bir ikkita insonlar aytadigan gap bor, ya'ni agarda siz millionerlar orasiga tushib qoladigan bo'lsangiz, siz ham millioner bo'lib qolasiz. Yo'q, men bunga ishonmayman. Bunaqa ta'sir o'tkazmaydi. Agarda siz millionerlarning orasiga tushib qoladigan bo'lsangiz, faqat bitta tomonlama sizga ta'sir o'tkazadi, bu fikrlash masalasida. Ya'ni u insonlar sizni millioner insonlardek fikrlashga majbur qila olishadi. Atrofingizdagi insonlar va men o'ylayman, faqat mana shu tomonlama sizga ta'sir o'tkaza olishadi. Va eng muhim narsa ham aslida shu. Ya'ni inson qanaqa fikrlashsa, shunaqa natijalarga erishadi. Inson qanaqa fikrlasa, shunaqa daromad topadi. Ya'ni bu to'g'ri proporsional. Ya'ni siz qanaqa fikrlasangiz, shunaqa daromad topasiz. Endi bu bo'yicha Instagramga ham reels qo'ygandim. Sizni fikrlashingizga bog'liq hamma narsa. Sizni qaror qabul qilishingiz ham, sizni dunyo qarashingiz ham, sizni ilmingiz ham, boshqasi ham hamma narsalar sizni fikrlashingizga bog'liq. Oxir oqibat sizni daromadingiz ham sizni fikrlashingizga bog'liq omil bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham aynan atrofdagi insonlarni to'g'ri tanlash kerak. Men misol uchun taxminan yarim yil, 1 yildan buyon deyarli har haftada 3 marta $1 million dan ko'proq оборот qiladigan kompaniyasining oboroti, oylik oboroti $1 million dan ko'proq bo'lgan insonlar, biznesmenlar bilan juda ko'p fikr almashaman va shundan kelib chiqib men o'zimdan ayta olamanki, agar atrofingizda millioner insonlar yig'iladigan bo'lsa, ular sizni millioner kabi fikrlashga majbur qila olishadi. Va 4-omil bu problem solving ko'nikmasi desak bo'ladi menimcha, ya'ni o'zbek tilida aytganda muammolarni hal qilish ko'nikmasi. Bu ko'nikmani men o'zim uchun birinchi marta eshitganimda o'zim uchun yangi kashfiyot qilganman. Ya'ni inson muammolarni hal qilishi naqadar muhimligini men tushunib yetganman. Men sizga misol tariqasida keltirib beray. Masalan, deylik, butun boks tarixidagi eng kuchli boksyor kim? Masalan, deylik, Mike Tyson. Mike Tyson faqat zo'r zarba bergani uchun, zo'r zarbalardan qocha olgani uchun, texnikasi zo'r bo'lgani uchun, har kuni ertalab turib zo'r yugura olgani uchun shunaqa kuchli boksyor bo'lgan? Men o'ylayman, yo'q. Tyson birinchi o'rinda zarbalarga dosh bera olish ko'nikmasi bo'lgan unda. Ya'ni siz qanchalik kuchli boksyor bo'lmang, qanchalik zo'r texnika ishlatmang, qanchalik o'sha bilmingiz, ilmingiz, kuchingiz qanchalik ko'p bo'lmasin, siz zarbani qabul qilgandan keyin o'shanga turib bera olmasangiz, просто knockout bo'lasiz, tamom. Ya'ni bu yoqda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Biz kelajakda muvaffaqiyat sari yo'lga chiqqanimizda bizga zarbalar kelishi bu aniq, 100%. Siz juda ko'p qiynalasiz, siz och qolasiz, siz pulsiz qolasiz, siz qarzga kirib ketasiz va hokazo. Sizda juda ko'p muammolar bo'ladi. Siz bu muammolarni hal qila olishingiz kerak. Ya'ni ularga qarshi turib bera olishingiz kerak. Buning uchun sizga yordam beradigan ko'nikma faqat bitta, bu problem solving, ya'ni o'sha muammolarni hal qilish ko'nikmasi. Bu ko'nikmani egallamasdan turib, inson kelajakda yo'liga chiqadigan muammolarga hech qanaqasiga dosh bera olmaydi, hech qanaqasiga turib bera olmaydi va oxir oqibat bu nima degani? Bo'ldi, uxladingiz, bankrot bo'ldingiz degan. Tamom. Mana shu joyda men bitta sizlarga mashg'ulot bermoqchiman. Ya'ni kelinglar hozirdan boshlaymiz. Aynan muammolarni hal qilish ko'nikmasini rivojlantirishni. Sizning hayotingizda hozir qanaqa muammolaringiz bor? Hamma narsani chetga surgan holatda daftar va ruchka olasiz va daftar va ruchka bilan yozishni boshlaysiz. 3 ta muammo. Bo'ldi. Kompyuterga yozmaysiz, telefonga yozmaysiz, aynan daftar va ruchkani olib yozishni boshlaysiz. 3 ta muammo. Qaysi 3 ta muammoingizni hal qilishingiz kerak. Aynan mana shu 3 ta muammoni hal qilganingizdan keyin ularni qadam va qadam ichkari qismiga kirishni boshlaysiz. Xo'p, bo'ldi. Mana shu muammo bor ekan menda. Buni qanaqa qilib hal qilishim mumkin? Nima sabab bu muammo kelib chiqdi? Va hokazo shunaqa savollarni o'zingizga bergan holatda
o'sha muammolarni hal qilishni boshlaysiz. Man tarafdoriman buni har bir inson har haftada kamida bir martadan ishlatish kerak. Menimcha hamma uchun juda ham foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Agarda bunaqa foydali videolarni doimiy ko'rishni xohlaydigan bo'lsangiz, YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ldan kelgungacha doimiy ravishda shunaqa foydali, manfaatli videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Ayni keyingi videolar content marketing bo'yicha ham bo'ladi, prodyuserskiy bo'yicha, zapusklar bo'yicha, varonkalar, sotuvlar, kerak bo'lsa HR bo'yicha ham videolar qilishga harakat qilamiz.